Bahodirjon boshladi. Qani ko'ramiz endi. Bir amallab olsa agar. Rulni o'ynaytadi. U yoqqa tala rulni. Ashna, dakansa. Давай. Bo'ladi, o'chamiz qaychini o'chamiz. O'chilaversin Bahodir. Sen boraversin, davay. O'tish kerak. Nabarot. Bo'lmadi, o'xshatolmadi. Qaytib o'chiramiz hozirga endi yana. Mashina bera kelyapti. Bera kelish kerak bo'lgan narsa. Rulni tayyorlaydi. Tabiatning go'zalligini qara deydi-ku. Ular o'chirib yotibdi. Isuzu moshina chiqib ketdi. Yevropaga ishga boraman deb yurgan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar videoni. Aprel oyi uchun hujjat qabul qilishni boshladik. Firmamizni nomi Agrologistika, Litvada joylashgan. Klaypeda shahrida. Oylik maoshlari boshlanishiga 75 yevrodan beradi. Start 75 yevro. Keyin bir 6 oy ishlaganlaringizdan keyin tajribalaringiz ancha oshib qoladi. Nachalnik bilan gaplashib 85 yevroga chiqarib olsalaringiz bo'ladi. Hujjat tayyorlash hamma narsa qiyin emas hozir, oson, ko'p hujjat kerak emas. Kimdan kim qiziq bo'lsa, o'sha Telegram gruppamiz bor. Yuqoriga o'z nomerlarni qoldiraman. O'zimga lichkaga chiqsalaringiz ham bo'ladi. Telegram, WhatsApp nomerim bor. Telegram gruppada adminlar bor. Nimadan boshlash kerak ishni, qaysi dokumentni qayerdan qilish kerak tushuntiradi bolalar. Qayerga qanaqa xarajatlari bor, ularni aytadi. Mana burachi tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Baribir bu yoqda ham umr o'tib ketyapti. Kimdir mashinani haydab 500 dollarga yoki 600-700 dollarga ishlab yurgan bolalar bordi. Shularga yuborib qo'yinglar. Kesin xudo xolasa yo'q deganda 2000